VIP mehmonlarimizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Bugun siz bilan ekran ortida nafaqat mashina ko'ramiz, balki haqiqiy zavq, quvonch va hayratni bir joyga jamlagan Nissan X-Trail olamiga shongiymiz. Chunki bu yerda shunchaki oddiy mashina emas, balki yo'llarda o'zining qudrati, jozibasi va aqlli texnologiyalari bilan sizni hayratda qoldiradigan haqiqiy premium sinfdagi yirik SUV haqida gaplashamiz. Nissan X-Trail sizni birinchi qarashdayoq o'ziga rom qiladi. Uning tashqi ko'rinishi shunchaki chiroyli emas, balki men yo'llarning xo'jayiniman deb turadigan qat'iyat, jiddiyat va sportiv energiyaga to'la. Oldingi panjarasi keng, yirik va jiddiy, faralari esa LED texnologiyasi bilan o'tkir va chaqqon ko'rinishda bo'lib, xuddi sizga darkurak haydovchi, men tayyorman degandek qaraydi. Yon chiziqlari aerodinamik ravishda silliq, shakllari esa muskulga o'xshab tarang va kuchli. Hatto mashinaga qaramagan odamni ham, bu mashina boshqacha ekan, dedirtadi. Orqa tarafdagi faralar ham zamonaviylikni o'zida mujassam etib, sportiv xarakterini yanada chuqurlashtiradi va mashinaga yo'llarda o'zining shaxsiy imzosini qo'yganidek ko'rinish beradi. Go'yo X-Trailning har bir harakati, "Ha, bu menman" degancha qat'iylik bilan. Endi ichkariga kiramiz va xuddi sizni biznes klass samolyotining saloni kutib olgandek. Salon keng, toza chiziqlarda ishlangan. Bir vaqtning o'zida nafis ham, qulay ham, hatto agar siz uyda ham bunchalik qulay o'tiramasangiz. Bu mashina ichida, uyga borish shartmikan degan fikr tugilishi tabiiy. O'rindiqlar yumshoq, qulay, premium sifatli materiallardan ishlangan. Orqa qator esa oilasi ko'p yoki do'stlari bilan sayohatga chiqishni yaxshi ko'radiganlar uchun ideal. Yukxona esa siz qancha olib kelsangiz ham sigadi degan kattalikda, hatto bozorlik, chamadon yoki tog sayohati jihozlarini ham bemalol joylashtirasiz. Texnologiyalarga kelsak, orta panelda katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llovlari, 360 darajali kamera tizimi, aqlli parktroniklar, yo'l ushlab turish tizimi, to'qnashuvni oldini olish uchun aqlli radarlar, adaptiv cruise control va yana ko'plab funksiyalar sizni haydovchidan kapitanga aylantiradi. Hatto yo'llarda o'zingizni kamida bir oz super qahramondek sezib qolishingiz ham mumkin. Faqat, albatta, parvoz qilib ketmaslik kerak. Endi eng qiziq joy, dvigatel va yurish xususiyatlari. Nissan X-Trail kuchli va ishonchli dvigatellari bilan mashhur, tejamkor, shovqinsiz, tebranishsiz yuradi. Xuddi mashina, xo'jayin, ortiqcha ovoz chiqarmayman, siz shunchaki zavq oling degandek yo'llardagi notekisliklarni yaxshi yutadi. Burilishlarda o'zini ishonchli tutadi va uzoq masofali safarlarda sizga charchoq o'rniga zavq bagishlaydi. To'liq gildirakdan tortish tizimi esa loy, yomg'ir, qor yoki qiyin yo'llarda ham sizni yolg'iz qoldirmaydi. Go'yo yoningizda doimo qo'llab-quvvatlaydigan sherik bor. Xullas, Nissan X-Trail bu oila, ish, sayohat, sarguzasht va qulaylikni bir joyda jamlagan universal super avtomobil bo'lib, unga bir marta minib ko'rsangiz, keyin boshqa mashinalar sizga oddiy bo'lib ko'rinishi mumkin. Hazil bir tomonga, bu mashina sizga nafaqat komfort, balki ishonch, xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarning to'liq qudratini beradi. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha zavq bilan tomosha qiling va agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun oltin